Maksimal skorost 300 km/soat. Tasavvur qilasizmi? S-Line yetmaganiga Audi okam sotuvimizga ideal holatdagi bo'lgan va juda ham seryozni apparat Audi Q8 S-Line full options avtomobili kelib qoldi-yu. Buni videoga bitta baho berib qo'ying. Juda ham jerski ishlab qo'yishgan. Audi fanatlari biladi qanaqa avtomobilligini. Farlarimizda matrichniy bo'ladi, yo'llaringizda chiziqlarga chizib beradigan shu farlar bo'ladi, okam. Avtomobilimiz 2023-yil ishlab chiqarilgan va shu kungacha 29000 km masofani bosib o'tgan. Yetmaganga полностью kuzimiz broneplyonka bilan qoplangan. 3 litrli 340 ta ot kuchi bilan jihozlangan, okam. R22 dyumli Michelin balon qizil supportlada S-Line logotiplari. Undan tashqari bakolarimizning yonlari va orqa difuzorlariga karbon elementlari ishlatilgan. Dashki pozon biskchoy do'stim, hattoki davochilarigacha bor. Men bezramishni yonlarini aytmaysizmi? S-Line logotiplari gap yo'q. Ichki salonimizga keladigan bo'lsak, полностью karbon bo'lib yotibdi. Kalitlari ham alohida tema. Multimedia rol, head-up display, полностью orqa oldi klimat kontrol, 360 gradus kamera. Va sizni qulayligingiz uchun bu yerda ikkita displey, bittasidan полностью klimat kontrollarini upravlab chiqsangiz bo'ladi. Undan tashqari полностью sidyalarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Rombikoviy qilib ishlashgan. Abduf abagrev полностью massajlarigacha bor. Pamyat sиденье. Mana zadniy qatorlarni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Ko'rsangiz bo'ladi, old-orqa klimat kontrol, katta panoramniy krishi. Просто gap bo'lishi mumkin emas. Avtomobilning zadniy bitlarini ham bitta ko'rsangiz bo'ladi. Qarang, juda ham bir chiroyli jerski ishlab qo'yishgan. Narxiga keladigan bo'lsak, ushbu Q8 S-Line Audi avtomobilimizni siz $2000 ga xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Egalar bilan gaplashib qo'ydim, zo'r narx qo'yishdi lekin. Okam, bosib boring, mazza qilib bosib yurasiz.